Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Men daydi itlardan qo'rqgan edim. Ergashvoy, chorvani bilasan, it ham qo'zichoqlarni yeyishi mumkin. Shunday voqealar bo'ladi, dedim. Lekin bu kimning qozisi? Bizniki. Bizniki endi. Mirzag'olib, boshlang endi. Mana, mening pichogim o'tkir, lekin suyakka urmang. Juda jon ekanman deymanda. Vey, shuni so'yasizlarmi? Debman. Bor. He, u yerdan yo'lga qarab tur. Yo'q, axir bu kimniki? Balki kolxozniki, balki. Botir akaning yo'qolgan qozisi emasmi? Obbo, senga nima deyapman? Deya O'rmonjon aka yelkamdan ushlab orqaga burdi. Borda endi. Kolxozning yonini oladiganni ko'rdik. Kolxoz. Padariga la'nat. Bizni ochdan o'ldiradi. Botir ham bir qo'zdan ayrilsa, ochdan o'ladigan kimsa emas. Axir insoflaring. Shu ish bilan bu yigitlar tarbiyalanib qolarmidi? Yo'q. Men o'shanda faqat nafratlanar, nochorlikdan figon chekar edim. To'g'ri, qishloq tomonga 1-2 qadam bosdim. Lekin chamasi kursdoshlar orasida yolg'izlanib qolish, ming bir tanalarni eshitishdan ham qo'rqdim, shekilli. Bundan tashqari anglab olmagan esamda, bu yigitlar toqlikka shohlik qilmayotganlarni ham tushunib turardimki, garchi bu hol ularni oqlashga tirnoqcha asos bo'lmasa ham, ko'nglimga tasalli, ozozini aldash deysizmi, shularning biri edi. Xullas, men o'sha qozining go'shtidan bir bo'lak yemagan esamda, baribir o'g'irlikka sherik edim. O'rmonjon akayam, Azimjon akayam bir haftalargacha mendan xavfsirab yurishdi. Men ular bilan gaplashmay qo'ygandim xolos. Nima dedingiz? Ha, o'sha yerda so'yishdi. Mirzag'olib so'ydi. Hashpash deguncha terisini shilib, kallapochasini otvorishdi. Keyin bir top qamishni yondirib, qo'riga jigarini pishirib yeyishdi. Yemadim dedim-ku. Og'zimni ishtahasi yoqqa urdimda. Juda bo'lmagandan keyin hammalaringdan jirkanaman, deb chetga chiqdim. Keyin kutdim. Choponga borib siz ham aytmasdingiz. Keyin ketdim. Yotoqqa kirib yotdim. Nuqul yig'lagim keladi, ukkagar. Botir akaga, ayoliga achinardim. Keyin yigitlarimizga ham achindim. Ha, ular qachon kirib yotishganini bilmayman. Biroq 3-4 kun go'sht qovurib yeyishdi. Yo'q, qizlar yotogida yeyishdi. Endi ular ham jannatda emas edilar, qadrdon. Siz yozuvchilar injiq odamsizlar. Yaxshi odam deganda albatta sutdek oq, muschadek beozor odamni tushunasizlar. Holbuki unaqalar hayotda yo'q, undaylar menimcha go'yo xolos. Ha. Sizning gapingiz ham kommunistik jamiyat odamining axloq kodeksiga o'xshab ketadi. Kodeks chiqdimi, demak, bas, odamlar unga amal qiladi, risoladagidek bo'ladi deb hisoblashadi ba'zilar. Bular chepuxa gaplar. Kunlar o'tdi. Qor uchqunlay boshladi. Bizning o'zingiz bilgan tog'larda bunday paytlar izgishlarimiz, sayru sayohatlar endi ertak edi. Biz sovuqda tors yorilgan kosaklarning paxtasini suvga ivitib olgandek sugurib olardik. Ha, 2 kishi arqon bilan bir chetdan surib, g'ozalarning qorini tokishardi. Keyin dikillab egatga kirardik. Oq oltinni terardik. Bu qurmagur oq oltin etakka tushgach, tugilib, mushtdek bo'lib qolardi. Jiqqa holda. Qanday qilib quritib topshirishlarini bilmayman. Lekin 1-2 xonada uyilib, sasib yotganini ko'rganman. Keyin kosak terish boshlanadi. Endi bizning qadrdonlar, O'rmonjon aka, Azimjon aka, Mirzag'olib, tagin ularning safdoshlari, bari sal sovuq o'tdi deguncha, yo vaqtida bak qaynamasa, Botir cho'ponning kulbasiga kirib tigilib olishardi. Chopon bilan xotini esa xursand. Biz endi yakkamohif bo'lib qolgandik. Yo'q, sira kirmadim. Qanday qilib kiraman? Bu yogiga quloq soling. Qaytadigan bo'ldik. O'zingiz bilasiz, bunday kunni hech bir o'qituvchi, brigadir aytmaydi. Negaligini hamon tushunmayman. Balki terimdan sovib qoladi deb o'ylashadimi? Lekin kulgili joyi shundaki, bolalar baribir bilishadi.
Botir Chopon ham bilgan ekan. Erta jonaydigan kunimiz ozlari xotinlari bilan kelib qoldilar. Yotoqqa. Men qandaydir xavotirga tushgan bo'lsam kerak har holda. Assalomu alaykum, kelinglar mehmonlar, deb yubordi Ormon aka. Azimjon akayam bolalarga toshanchi solishni buyurdi. Botir Chopon qulluq qilib, xuddi kirib o'tirmasa, biz u dunyo bu dunyo yuz ko'rmas bo'ladigandek ta'zimlar bilan yana uyga qaytdi. Shu labz ekan, ukalar. Tilga olib qo'ygan edik. Bitta qon chiqaramiz deb. Shunga qadam ranjida qilsangizlar. Mana opalaring ham iltimos qilyapti, dedi. Men tamom bo'ldim. Qandoq bo'larkin, dedi Ormonjon aka. Qozingiz topilsa boshqa gap edi. Ha, o'sha kecha biz ham yaxshi izlamagan ko'rinamiz, dedi Azimjon aka ham. Andak hijolatdamiz. Ogalarim-ey, deb kuldi Cho'pon. Biz hijolatda edik. Ishonasizlarmi biz? Endi gapni ko'p chuvaltirmaylik, ukalar. Qozi topildi hisob. Xotin. Shodi to'qaydan topdik. Ulbulinni. Ozimiz tusmollagan edik daydi itlarga yem bo'lganif deb. Endi bizni xursand qilamiz desanglar, ketar jafosiga bir mehmonimiz bo'lasizlar. Keyin ozlari ham endi terimga chiqmasliklarini, faqat gozapoya yulishlari va uyda o'tirib, ko'sak chuvishlarni aytdi. Qishlogimizda 2 ta grek bor, dedi xotini keyin. Bir chelak haligiday suvdan ham oldik. Hayronmisiz, qadrdon? Men hayronman. Albatta. Shu kechasi bir mahalgacha kulbada o'yin-kulgi qilib o'tirishdilar. Tashqarida ham davom etdi. Men ozimni uxlaganga solib yotar edim. Yigitlar kelib chiroqni yoqishgach, men to'g'rimda tongillay o'tirishdi. Ko'pchiligining kayfi bor edi. Kayfdagi odamning gapiga ishonish qiyin, lekin o'sha xuddi o'ylagan gapingiz bo'ldi. Pushaymonlik. Biri qo'yib, biri oldi, biri qo'yib, biri. Chamasi hammasining og'zi tekkan ekan o'sha go'shtga. Azimjon akaning bir nidosi yodimda qoldi. Biz ablahmiz, dedi ingrab. Ko'ra bila turib ablahlik qilamiz. Biz qanaqasiga o'zbekmiz? Ana ularni o'zbek desa bo'ladi. Nima deding, Ormonjon? Biz ancha buzilganmiz, deb pongilladi Ormon aka. Lekin hayotning o'ziyam majbur qiladi kishini. Ularni majbur qilmayapti-ku. Nimaga? Shu endi. Balki pul yigib berarmiz. Bo'lsa. Keyin yana men haqimda gapirishdi. Bittasi ovozdan bilolmadim, tik turgancha, shu ergashvoyning ichiga tepsangdi, dedi. Kozimga itdan battar ko'rinyapti. Endi bir umr kulib yuradi bizdan, yaramas. Yovoyi. Parvo qilma, dedi Ormonjon aka. Bunaqalar hayotda bo'ladi. Men bu hikoyani o'zimni maqtash uchun aytmayapman. U yogini so'rasangiz, hozir ulardan ham beshbattar bo'lganman, haqqimni yedirmayman. Har qanaqa avtoritetni odam demayman. Shu. Hozir hammamizning kozimiz ochilib qolgan. Ertasi laylakkor yog'ib turardi. Xuddi tog'larda yogadigandek. Ko'chada avtobuslar tizilib ketgan. Yigitlarning boshi osmonda. Nihoyat universitet auditoriyalariga qaytishadi. Ayvonda turgandim. Xaltam yonimda. Shu Botir Chopon bilan xotiniga bir yaxshi gap, minnatdorchilik bildirgim kelardi. Men ularni juda yaxshi ko'rib qolgandimda. Kelib qolishdi. Xush ko'rdik. Sizlarga ming rahmat, Ormonjon, dedi Botir Chopon. Azimjon, sizgayam. Hammalaringizga. Qaranglar, bir mayizni 40 bo'lib yeganda yashadinglar. Sizlarning qadringizga yetolmadik biz. U kishi hamma bilan qol berib xayrlashdida, menga qolganda burilib ketdi. Shunda ayoli ham xoshlasha boshladi. Qadoq qollarning uchini berib xoshlasha menga yetganda uyam burilib ketdi. Men titrab qaqshab ularning oldiga bordim. Botir aka, opa, men sizlarni juda yaxshi ko'raman, dedim. Xafa bo'lmangizlar. Yo'q, siz bizni yaxshi ko'rmaysiz, dedi xotini. Boshdan yomon ko'rib edingiz. Rost, uka. Pisand qilmadingiz bizni, dedi shunda Cho'pon ham. Anavi yigitlar. Boshqacha. Axir men sizlarni juda hurmat qilaman. Bekor gap, dedi ayol. Ha, dedi eri.
Abduqodir menga yotsirab qarab turardi. Shunaqa. Xo'sh, bu yerda nimani ko'rding, nima xulosaga kelding, deb so'rarsiz. Men bu yerda oddiy jaydari, sodda o'zbekning kengligi, toporligini ko'rdim. Ishonasizmi, avtobusga o'tirganimdan keyin sovuq oynadan laylakko'rga qarab yiglar edim. Mana shu o'zbeklarning bagri kengligi uchun, ne qiyinchiliklarga, faqirlikka qaramay, fe'li-tor bo'lmagan, ajib afsonaviy mehmondostligi instinkt kabi mavjud qolgani uchun ichimdan quvonib yiglardim. Uzr, suhbatimiz o'zbek xarakteri haqida edi. Sizlar aytgan zo'r hikoyalardayam haqiqat bor. Ammo mening bu jongina, oddiygina hikoyam, ko'nglimdan o'tgan narsa edi, azizim. Shuning uchun buning menga ta'siri mutlaqo bo'lakcha. Nazariy ma'lumot. Xarakter yunoncha charakter, belgi, farqlovchi xususiyat degan ma'noni bildiradi. Badiiy asarda biror bir davr, muhit kishilariga xos eng muhim, boshqalarga o'xshamaydigan individual xususiyatlari bilan ajralib turadigan shaxslarga xarakter nisbati beriladi. Xarakter kishilarning salbiy yoki ijobiy xatti-harakatida, fe'l-atvorida, ruhiy kechinmalarida, nutqida, fikrlarida, biror bir voqelikka munosabatida namoyon bo'ladi. Asarlarda tasvirlangan qahramonlarning hammasi xarakter darajasiga ko'tarila olmaydi. Qahramonning xususiy belgilarini ochish uchun ijodkordan yuksak mahorat talab qilinadi. O'zbek adabiyotida xarakter darajasiga ko'tarilgan obrazlar ko'plab mavjud. Masalan, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanidagi Otabek, O'zbek oyim, Gafur Gulomning Mening o'g'rigina bolam hikoyasidagi Roqiya bibi, Abdulla Qahhorning O'g'risidagi Amin kabilarni fe'l-atvori, gap-so'zlari, o'ziga xos individual xususiyatlari bilan namoyon bo'lgani uchun xarakter deb atash mumkin.